Mana bugungi yez bozor vlogimni boshlab ketdimsa, yoqtirib ko'rishinglarni umid qilaman. Bugun bu to'liq uxlab qoldim do'stlar. Meras kasal bo'lib qolganligimni his qildim do'stlar. Bugun tiyubning qishig'i bir berib kelmasam. Qandoqmi kasalga giribdor bo'lib qolgandim men, ha? Onimdan quptusam, açam tamoqlarni tayyor qilibdi. Akamni to'liq ish tushib qopti. Men bu bosh kelmay, to'liq ish tushdim, ha. Haqiqatan pek o'xshabdi. Qo'saqlarim qattirib astaliyotgandan keyin to'liq kitob o'qishdim, boshlab ketdim. Mana. 压力土多的说，任何一个发生在你生活。 Kitoblarni qattirib o'qiyotgandan keyin Nami menikidan bakchi ketgan Adidas oyqimni yana kiyishni boshlab ketdim do'stlar. Kiyimlarimni qattirib kiyib, hozir to'liq holatda atlang'uch sakraga mangdim. Bugungi nishon bo'lsa, to'liq 600 ni sakrashga tirishay. 开始跑了！今天的目标是3公里，加油！to'liq ishdan tushdim 3 kilometrni. To'liq 5 kilometr o'tayotgan bo'lsam. Uzun bo'pti amash janjigar og'aynamning uyiga kirmagili. Bugun bir uzam kirib qarab baqaya. Bu shosh balan nimish qotqandi. Bilsam cho'qim tilp o'ynaydi-da. Aynan dimdim ayna. Bu tilpirlam o'ynaydi bu. Mash video qolgan chaqlar baxshochmi bu janjigar og'aylarim, ha? O ağaylarım bilan didorlash bo'lgan kun hozir to'liq holatda uy kirdim, ha. Bir jo'ynab chiqay, jo'yimga qilib o'zim bo'lib ketdim, ha. Endi jo'ynimsam kunjo'lonlar bo'lib ketdim, do'stlar. Nima azob bu, ha? Mushtaq chog'da uyning munchini buzib qolam deyman. Boshqalarni uy kirib jo'ynab chiqay. Jo'yn pop kiyimlarimni kiyib olgan keyin hali qilishgan bo'lib qoptim, ha. O'zimni bak aqsati, he. Bugun yashami bo'ldi emasmi? To'liq aramagandan keyin og'aynam bilan bozorga berib kelay do'stlar. To'liq holatda og'aynamning uyiga mangdim hozir. Mana. Birdamda og'aynamning shouchisiga kip oldim. Mana. Haq urmusunda bash bujakda turib oldim, ha. Yanim bo'lsam og'aynam ishlam chiqdi, ya. Bo'lmasa tayqim yeb olakanman. Bozorga bormiz degan bilan yana avtobusga chiqmasak bo'lmaydi do'stlar. Mushtaq bekat avtobus saqlab ketdik yana. Avtobus kapti ozroq qo'rqib qoldim do'stlar. Men odam patmayman. Teşiğim çıkıp doldurupta. Qatti amal bo'lmay, dedim ben qisqirib, hozir to'liq holatda bozorga mangdik, ha. Bugun kelgan bozor bo'lsa, Aqsu'dagi eng cho'ng dehqon bozori do'stlar. Odam degan narsa g'azab ko'p bu yerda. 10 ming odam chiqam deyman, 10 ming baksat ko'p odam. Bozorga kelib tunji qildiqashimiz bo'lib qolsa, qo'saq to'yg'izish, ha. G'azab o'xshaydi-ku bu yerning tamoqlari lekin. Endi biz bash shash bo'lgandan keyin cho'n. To'liq holatda börek olib yali börek olib, ha. To'liq ishlar. Oddilan börek qoplarni men payqib deb hamda to'liq samsu bilan Peterman tegil keldik, ha. Olaman shaya. Oddilan bir taraf qo'ydilar. Lekin maaşqani oddiy bo'lgan bilan so'z karamat yaxshi kajmo lekin, ha. Yipanqs yaplam kuvvatimiz bu qo'saq to'ymaydi hozir to'liq to'qpa chiqdim tushdik, ha. Haqiqatan bak yishga. Buni oddiy bir taraf qo'ytay, ha. Akşamızı şuna başlayırız. Obama ise.
Ay, tüyüp kimi ko'rinyapti mana ko'gin oldek. Bu akimiz mu haqiqatan bek yamanka. Jahidlam deb badi amalni. Endi siz buningga o'rinli qilmangizkan. Sizniki masalka u, siz bak o'ringansiz deydi qaranglar. Buningki o'rinli qilsam bo'ldi-ku do'stlar. Cho'ng masal yo'q, ansirmisanglar bo'ldi. Bak qo'saq yana ichib ketib, to'liq nuqta ishiqlam dumishdim do'stlarina. Hamda bozor kelgandan keyin men Aqsuning GDP'siga azroq kuch qo'shayman deb, to'liq Gazir, Juza, Shangju, Nashbut, ash to'liq mevjudini chiqib ko'rgan mevjudni hammasini aytmadim do'stlar. Azroq bo'lsin hamda. Elishlarim bak mol bo'lgan bilan yana davomli ortib saqlaymiz mushtaqa. Hamda yosh bo'lganki hech nima bo'lmaydi-ku o'rinsak. Hay. Hech qisi yo'q. Hay, ketadigan narsa yo'q. Akam telefon mashinasida haydablam ketdi, ha. Chim xushab ketdim lekin, ha. O'ylagim ko'p turli g'alati o'zamakaga mevzularni bir-birlab petishni boshlab ketdim, ha. Yey va yey, o'xshamaydi qo'sh bu xilsiyatda bayzg'o. Hey, amsa bugungi videoimni mishada axlasin do'stlar. Shash qo'llanglar meni. Buningkin texim payz tatime bo'lasizmi? Amsa, xayr xo'sh. Adetsan kurshaylar. Eng oxirda sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Meni mustaqillab qilganinglarga. Xo'sh.